Assalomu alaykum, aqlli bolajonlar. Barchangiz sog' salomatmisiz? Men hozir sizlarga yovuz yalmog'iz kampir haqida ertak aytib beraman. Tayyormisiz? Unda boshladik. Bir zamonlar, juda qadimda, bir qishloq chetida qorong'u o'rmon bor edi. Bu o'rmonda hech kim yurmasdi. Chunki odamlarning aytishi bo'yicha u yerda yovuz yalmog'iz kampir yashar ekan. Bir kuni Nodir bilan singlisi Nargiza o'rmon tomonga o'ynash uchun borib qolishibdi. Ular o'rmonga kirib sayr qila boshlashibdi. Bir qushchani topib olib, uning ketidan quva boshlashibdi. Ular qushni quvishibdi, o'rmon ichiga kirib ketganlarini bilmay ham qolishibdi. Shunda qarashsa, atrof qop-qorong'u. Qorong'u tushganini ham sezmay qolishibdi. Ular yo'llarni qidira o'rmondan tashqariga chiqmoqchi bo'lishibdi, ammo yo'llarini unutib qo'yishibdi. Shunda birdaniga shamol ko'tarilib, daraxtlar shitirlab, bir qandaydir qo'rqinchli ovoz kela boshlabdi. Shu payt ularning qarshisida yovuz yalmog'iz kampir paydo bo'libdi. Ha 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 ha. Yana bolalar keldi. Endi sizlar menga sho'rva bo'lasizlar, deya yalmog'iz kampir ularni o'z uyiga olib ketibdi. Yalmog'iz kampir ularni uyiga qamab qo'yibdi. U uydan chiqib ketib, bolalar esa yalmog'iz kampir uydan qochish uchun reja tuza boshlashibdi. Bolalar uydan qochish uchun kampirni avramoqchi bo'lishibdi. Kampirni to'xtatish uchun esa sehrli bir g'isht topishibdi. U g'isht orqali kampirni yiqitib, turgunicha esa uning uyidan qochmoqchi bo'lishibdi. Shundan so'ng Nodir va Nargiza o'rmondan chiqib ketibdi. Ular hech qachon noma'lum joyga yolg'iz bormaslik kerakligini bilib olishibdi. Aziz bolajonlar, agar siz ham qorong'u joyga boradigan bo'lsangiz, ehtiyot bo'ling. Balki u yerda ham yalmog'iz kampir yashayotgandir. Shuning uchun doimo onajoningiz aytganini qilib, ularning nazoratida, yonlarida bo'ling. Shunda siz ham xavfdan xoli bo'lasiz. Ertagimiz sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, endi yotib dam oling. Barchangizga shirin tushlar hamrohingiz bo'lsin. Xayrli tun.